Agar betingizni ko'tingizga yopishtirib qo'yishlarini xohlamasangiz, Livikda hech qachon ochiq joyda yurmang. Mana sizlarga isbot. Menga o'xshagan jijimelar uzoqdan turib janinglarni achitib qo'yishi mumkin. Endi jigar go'shtlar ham oldiga borib turib, havoga ham aytgandek, обязательно hisobga olish uchun dabiki o'ynab qo'yamiz. Shayton beylar ham hayron, nima bo'ldi ekan deb. Jijimeyni qo'lda o'lib ketishgandan xabar yo'q. Mana endi shayton bazmni ham kattasiga yekib oldik. O'zi ham hamma jijimeylar mashetga qilyapti. Ishoninglar, tosh orqasiga o'tib ketgan bolani o'rniga men bo'lganimda allaqachon betim-ko'tim yopishib qo'ygan bo'lardi. Va nihoyat oradan 80 soat o'tdi va tosh orqasiga o'tib ketgan jigarim olib ketgani sherigi keldi. Kaneshlar bularda ham easy tarzda to'kvardim. Keyin zona kelishni boshladi. Shuning uchun qo'limni oyog'imga olib yugurib ketsam, bitta kachoybeyimizni ko'rib oldim. Afsuski bu safar ham o'qimiz reja qilmadi. Demak, bu yerdan sekin qocha olish kerak. Oxiri o'zimga mo'ljallangan joyimni topdim. Hozir sizlar bilan kilisalikda itini qilamiz. Omalakin kaltagan jigarbeyimiz bu yog'iga meni 24 yet qarg'ashi aniq, lekin bizga farqi yo'q. Asosiysi oxiriga jijimiyamiz ham bir narsa qilib o'tirib olsak bo'ldi. Granatamizga uchmadi. Endi o'zimiz borib turib betini oyog'iga yopishtirib kelamiz. Lekin sal qolishiga ozgina qoldi. P80da janim achib qo'yishi ham mumkin ekan. Agar sizlarga xuddi o'zimnikida avtomatadalayotgan odamlar kerak bo'lsa, albatta Crazy-Cellga murojaat qila olasizlar. Silkalari videoda. Videoda oxirigacha ko'rdingiz, endi bezraymasdan bir dona like bilan obunalar bosib ketishni ham unutmang.